Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 15-iyul chorshanba 2026-yil. Boboshbek bozorining ichida joylashgan paypoq do'konidan ko'rsatyapmiz. Hayatjon aka, yaxshi yuribsizmi? Issiqlar bilan charchamayapsizmi? Issiqdan azaqib savdo qilyapmiz. Avvaldan telefon nomeringizni aytib boring. 97lik 97lik 334 334 62 44. 62 44 ga telefon qilasizlar. Paypoq kerak bo'lsa, endi narxi bilan tanishamiz. Endi kimdir telefon nomerini aytmadingiz deb videoni oxirigacha ko'rmasligi mumkin. Shuning uchun vaqtliroq aytib qo'yapmiz. Bular necha pul bo'lyapti? 2000 so'mdan. Bular 2000 so'm ekan. Mana shu bir pachkaning ichida 10 ta bo'ladi. 20000 so'm bo'ladi 10 tasi. Bunisi-chi? Bunisi ham shunaqa. Mana bunisi ham 2000 so'm ekan. Mana ular 1500 so'mdan. Eng kami bir pachka sotiladi bu do'konda. 1500 so'm. 1500 so'mdan ekan. 15000 bo'ladi. Xo'p, bular necha puldan? Bu 2000. Bular 2000 so'mdan, ha, bular, ha? Bunisi hammi? Bunisi ham. 2000 so'm ekan mana. Mana bularchi? 2200 so'm. 2200 so'm ekan. Bunisi-chi? 2000 so'm. 2000 so'mdan mana. Bunisi 2500 so'mligi. 2500 so'mligi bor ekan mana bu yerda. Bularchi? 2000 dan. 2000 so'mdan ekan. Mana bularingiz necha pul? 2000 dan. Bu ham 2000 so'mdan ekan mana. Oxiridagi 2500 toza xizir. Manami? Bular 2500 so'm ekan, toza HBdan ekan. Bular necha pul bo'lyapti? Mana aromatli paypoq ekan. Bu aromatli degani hid chiqarib turar ekan. Hidli paypoq ekan. 2000 so'm. 2000 so'm, bir pachkasi 20000 so'm degani. Limax necha pul? 2000. 2000 so'm ekan mana. Bunisi-chi? 2500 so'm bunisi. Bunisi 2500 so'mdan ekan mana. Mana bunaqa maktab o'quvchilariga ham boshlandi mana. Maktab bolalariga ekan 1800 so'mdan paypoq ekan. Bunisi-chi? Big Boss 2300 so'm. 2300 so'm ekan. Bunisi 1800 so'm. Bunisi 1800 so'mdan mana. Mana qorasi ham bor. Xuddi shuni. Qorasi ham bor ekan mana. Bundaqangi aromatli qilingan varianti ham borki. Xuddi shuni shu aromatli varianti ham bor ekan. Necha pul bu? 1800 so'm. 1800 so'mdan. Bularingiz necha pul yosh bolachalarga? 1500 so'm. 1500 so'm. Eng arzoni hozirda shumi? 1500 so'mdan boshlanadi mana paypoqlar. Eng qimmati necha pulgacha? 2500 ga bor. 3500 so'mgacha bor ekan hozirgi vaqtlarda. Xo'p, mana paypoqlar. Keyin qishki paypoqlar ham bor. Bor. O tepalarda turibdi. Telefon nomeringizni ayting aka. 97lik 334 334 62 44. 62 44 ga telefon qilaverasizlar. Bunisi necha pul? 2500. 2500 so'mdan ekan. Bitta pachkada 10 ta bo'ladi. Mana bu yerda toshlik xibalar bor 3500 so'mdan. Mana bular 3500 so'mdan ekan. Pachkasi 35000 so'm bo'ladi. Shuni ham tushuntirib qo'yaylik-da. Mana bular yangiliklar 3000 so'mdan. Bular mana yangiliklar 3000 so'mdan ekan mana. Bir pachkasi 30000 so'm kelishtirib bo'ladi. beramiz ularni ham. Ko'proq osalarni kelishtirib berishar ekan. Bu akamda dastavka xizmati ham bor. Bor. Dastavka qanaqa bo'lyapti ekan? Shuni ham tushuntirib o'ting. 12 viloyatga bor, qo'shni davlatlarga ham bor.
eng kami $50lik yuk olganga chiqarib beramiz. Baqa qarab gapiring-da. Eng kami $50 olgan odamga yuk chiqarib beraveramiz. Xorazm, Qashqadaryo, Surxondaryo, Qozog'iston, Tojikiston hammasiga chiqarilaveradi. Videoga nima bossin? Videoga like bosib obuna bo'linglar. Izohlarda xohlasangiz negativ, xohlasangiz ijobiy, salbiy fikrni yozaverasizlar. So'z erkinligi hammaga ochiq. Xo'p, videoga like bosib qo'yaverasizlar.